Dersimizi davamlaştırmaz, hürmetlik vatandaş. Bugün çislağa 2023 yıl 2. ayının 7. günü. Hepteki seyşembe vatandaş. Endeki mavzumunda Türkiye, Suriye devlet çevresi da kattık yer tevride. 2300 nefer kişi vafat oldu. Mavzula haber 2. ayının 7. günü Amerika vazının Xitay tili programı ilan kılındı. Haber mındak başlandı. Türkiye ve Suriye'de 2. ayının 6. günü, yani Düşenbe günü de 7'de 8 bal yer tevridi. Neçe imaret örülüp düştü. 2300 nefer kişi vafat oldu. Yine neçe yüz nefer kişi harabelik astıda kalıp kaldı. Halkara yardım. Amerika Koşmuş Ştatlarının prezidenti Joe Biden mındak görsetti. Bizden yardım berkici gruplarımız derhal orullaştırıldı. Türkiye'ye hemkarlaşıp harabelikle tekşürüş, izdeş işlerine yardımlaşıdır. Ve Amerika'nın tez hareket kılışıga buyuruymen dep görsetti Prezident Joe Biden. Yer tevreş, öymakansız kalgallağı yardım beriş ve Suriye'ye insanperverlik yardım beriş kollaydıqallığını bildirdi. Prezident Joe Biden. Devlet İşler Katibi Antony Blinken bir parça bayanatı da mındak görsetti. Biz kelgisi bir neçe gün içinde, bir neçe hafta yoki bir neçe ay içinde bar tirishchanligimizni ko'rsatib yer tevresh, optiga uchirganlarga yordam beramiz. Yevropa İttifaqı mundaq ko'rsatdi. Yordam berish gruppasi allaqachon harakatga keltirdik. Bu gruppalar Kroatiyadan, Çexiyadan, Fransa'dan, Yunanistan'dan, Vengeriya'dan, Malta'dan, Gollandiya'dan, Polşa ve Romanya'dan keledi ve şu devletlerden teşkillenedi. Avrupa İttifaqı Tashqi siyaset valisi Josep Borrell mundaq ko'rsatdi. Afetga uchragan aholilarga matam bildirimiz. Qutquzish harakatini jiddiy elib berayotganlarga rahmat aytamiz. Fransiya prezidenti Macron, Germaniya vaziri Olaf Scholz, Angliya vaziri Sunak, hammasi o'xshashlar bizning hukumatimiz Türkiye'ye, Türk xalqiga yordam berishga tayyorlanib bo'ldi deb ifoda bildirishdi. Rossiya yordam berishga ifoda bildirdi. Yunaniston yer tevresh ofatida vayron bo'lganlarga yordam berishga ifoda bildirdi. İsrailiya vaziri Netanyahu Türkiye'ye qutquzish gruppasi avatadigan ve tibbiy yordam beradigan bo'ldi. Ukrayna prezidenti Zelenskiy Türkiye'ye yer tevresh ofati tufayli yordam berishga tayyorman deb ifoda bildirdi. Yer tevreshda ig'ir o'lim yetim vaqalar ko'rildi. Men cho'chib ketdim, dedi Prezident Zelenskiy Twitter'da. Biz afet kuchtirgan oila tavobatlardan samimiy hol so'raymiz. Biz mushu paytda hozirgacha do'stona bo'lib kelgan Turkiya xalqi bilan bir safda turamiz. Zaruriy yordam berishga tayyormiz. Türkiye bu yer shari bo'yicha eng ig'ir va har qachon yer tevrash belbig'iga
joylashgan bir davlatda. Bu xabar qo'shimcha vatandosh. Bugungi leksiyalarimiz mushu. Bu to'g'rida obzor qilmaymiz vatandoshlarga bu insonparvarlik yordami to'g'risidagi leksiyalarni sizlarga topshirdik. Bugun tuyuqsiz yana bir xabar keldi. 2 ayning 7-kunida Xitoyning yoki Jungoning josuslik shari voqeasi 1-2 kun bo'ldi butun dunyoda muhokama qilinayotgan masala. Jungo hukumati nima uchun josuslik sharini Amerikaga avatdi? Bu taraf-tarafdan fikrlar qilinib o'tirg'i chiqib bo'ldi. Men o'tgan sizlarga degandim, o'zim so'zligimda nima dedim? Maqsad Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat ishlar kotibi Antony Blinkenning Jungo ziyoratga berishining oldini olish. Biron ma'qul deb bo'lib, uningga chidamay, unamay, qo'shilmay, ma'qul demay, hamda yenib olish. Çünkü Kompartiyasi yenib olish. Bunun qanday ya bayonot shaklida yoki boshqa shaklda yenib olishning yo'li bo'lmag'achqa faqat jungoliklar shu josuslik sharini Amerika davlat tabaligiga avatib, mush yo'l orqali davlat ishlar kotibi Antony Blinkenning Jungoga degan vaqt ziyoratga berishini cheklamoqchi bo'ldi degan edi vatandosh. Hozir yetib kelgan xabar deganim sizga Taybida Kuomintang partiyasining muavin raisi Shaliyan, buning raisi Jolilin. Hozir shu Jolilin deganning topshirig'i va fikri bo'yicha Shaliyan bir turkum odamlarni boshlab Cumhur Halk Cumhuriyeti'ge yoki Beijing'e ziyoratga keladigan bo'ldi vatandosh. Diqqat buningga. Yaqinda Rais Xi Jinping Tayvan quruqlik komitetining boshlig'ini elib etib, uning o'rniga yangidan boshliq tayinladi. Bu kishining ismi Song Tao. Song Tao degan kishi Tayvan quruqlik komitetiga boshliq bo'ldi. Bu nima deb turayli? Adeti bo'lib turadigan ishlar var. Onun ustiga hozir Shaliyan o'tgan yili Jungoni bir ziyorat qilgan ekan. Bu qatam 7-kunidan boshlab qo'zg'alib, hozir Jungoni ziyorat qilishga boradigan bo'ldi vatandosh. Endi bu odamlarning yoki bu ziyorat o'mikining ko'rishadigan birinchi nuqtasi yoki bekiti boshda aytgandek Song Tao. Jungo Tayvan quruqlik komiteti shanisi. Bu nima qo'yib turing? Andan bu yerda bir gap o'ttirg'i chiqdi vatandoshlar. Nima gap? Kuomintang partiyasining muavin raisi Shaliyan Beijingni ziyorat qildi. Oxirgi hisobda Jungoda 7 nafar Merkezi Komitet a'zosining ichidagi birisi Wang Hu'ni ziyorat qildi va Wang Hu'ning bilan suhbat o'tkazadi degan gap chiqdi. Shundaqmi vatandosh? Undaqda biz o'tgan sizlarga nima dedik? Tayvan bilan tinch yo'l bilan Tayvan masalasini hal qilishga loyiha ya fikr, loyiha tuzisan deb Rais Xi Jinping Wang Hu'ningga buyruq beribdi dedik sizlarga. Shuningdan keyin ondan Johnsonga nima dedi? Federatsiya degan ne ig'iz qoldi vatandoshim. Endilikda uning kaynidan biz federatsiyaga Tayvan ma'qul demaydi. Buning ikinci shakli var, masalan konfederatsiya, davlat shakllik. Belki Tayvan şunu qabul qilishi mumkin deb bo'lib, kaynida sizlarga yana bir leksiya so'zildi. Hozirgi dunyoda masalan Amerika Qo'shma Shtatlarining 3-qo'lli rahbari bo'lgan
Nancy Pelosi hanım Tayvan'ı ziyaret kılıp turgan muşundaq çağlarda Tayvan üçün federatsiyanın kirginime, Tayvan üçün konfederatsiyanın kirginime başka bir yol demeğişi mümkün degen kıyası sizden aldığınızı koygan edik. Endi siz hazır dikkat kıladığan bir nokta Reis Xi Jinping Wang Hu'nun Tayvan'ni tinch yol bilen hal kılışqa layihə tüzüp çıx deb buyruq beripti. Ama bugün endi Tayvan'dan kelivatqan quruqluqni ziyaret kılgıcı Goroppa ve Kuomintang Partiyasının ma'lum başlığı Shaliyan Jöngo'ga kelip Wang Hu'nun bilen görüşüdü. Düşünüş boldu mu vatandaşım? Bunu ettigellikке leksiya kılıp tayyarlap kelalisem, muşundaq demeydim, vədəmdi, turalamdım, turamamdım dep. Kelgenden keyin anda sizler bilen yana bir qatam münazara muhokama qilishimiz o'ylab bakın. Ondaqda ish muşundaq bo'ladigan bo'lsa, agar tartib, agar bajuma oldida mutlaq emas. Muşundaq bo'ladigan bo'lsa, Wang Hu'nun Tayvanni birlik keltirishning qonun loyihasini tuzadigan bo'lsa, u chaqda Wang Hu'nun Kuomintang Partiyasining ma'lum raisi Shaliyan bilan birga o'ltirib bu loyihani birga tuzib chiqamda. Şunun üçün casusluk şarını koyup verip Amerika Qo'shma Shtatlardan navbatda ziyoratga kelayotgan davlat arbobi Antony Blinken'ning ziyoratini chekdigan bo'ldi. Buni atiga qoldiraylik vatandoshlar. At so'zlashaylik. Hozir yana bir leksiyamiz qilib qopdi hisobda. Buni so'zlashimiz kerak.